Erimni o'ynashi bor ekan, deb gap boshladi bir tanishim. Turmush o'rtog'i tanishimni chet elga ishlash uchun ketib, qornidagi bolasi bilan uyda qo'yib ketgan, lekin chet elga borib 7-8 yil deganda qaytib keldi. Lekin bu yillar davomida farzandini hatto ko'rish uchun bir marta ham kelmadi. Pul berganda ham ayoliga shunaqangi qiynab, tiyinma-tiyinini hisoblab pul berdi. Bilsaki, chet elda uni o'zbek boshqa xotini bor ekan. Nima emishki, halollab olgan shar'iy nikohdagi ayoli ekan. Juda alam qiladi. Bu yoqda oilasi, farzandlari bor. Turmush o'rtog'ini umuman o'ylamagan. Umuman ayoli uchun pul sarflamagan. Men o'zim bilaman, tanigan inson. Lekin u ayol uchun shunaqangi pullarni sarflaganki, men hayron qolaman-da ba'zi bir insonlarga. O'zini uyida gultak ayoli bo'lib turib, sevib uylanganda shu ayolga farzandlari 3-4 ta bolalari bor, lekin pul berishni xohlamaydi. Itdak ishlatadi ayolini. Umuman odam o'rnida ko'rmaydi. Og'ziga kelgan nima gapi bo'lsa aytadi. Ba'zi bir insonlar, hamma ham emas. Shuning uchun ayol na ko'karadi, na gullaydi, na ochilib yura biladi. Har doim qarasang eski bir ko'ylakda bechora. Doim o'ylardim, nimaga bunaqa yurar ekan desam, eri shunaqa yurishini xohlab, umuman hatto pul berishni ham xohlamaydi. Lekin u keyinchalik eri kelgandan keyin videolarni, telefondagi hamma narsalarni ko'rib, juda ham yig'lab menga telefon qilib aytdi. Men o'zim hatto shokdaman-da. Umuman bu narsaning bir kun uvoli ham tutadi. Ayoliga bir tin ajratmagan, lekin o'sha ikkinchi xotiniga, shar'iy nikohdagi ayoliga ajratgan pulni shu o'zini ayoliga ajratganda qanaqa chiroyli ayol bo'lardi-da. Umuman men nima deyishga ham hayronman. Shunaqa insonlarga ilohim Alloh insof bersin. Hozir ayol nima qilishini bilmaydi. U ikkinchi ayolini tashlab kelib, men seni deb keldim, uni tashlab keldim deb, yana hech narsa bo'lmagandek birga yashayapti. Endi u o'zini haqiqiy ayolini ko'ngli isirmikan? Shunchalik azob esidan chiqarmikan? Insof bersin barchaga. Ayollarimizni qadriga yetaylik insonlar.